bir narsani bir marta so'rasangiz yaxshi, lekin qayta so'rasangiz uje ma'nosi o'zgaradi. Men misol yoshligingizda ayz olib bordim. Aya, boya tug'ilgan kuningizga sovg'a qilgan bananimni yeysizmi siz? Ha, yeyman bolam halira. Ha, bir pasdan keyin borib turib. Aya, haligi bananni yeysizmi? Olib kelaymi siz? Ha, yeyman bolam, olib kelsiz. Yeysizmi rostdan? Birga yeymiz, olib kelsiz. Tushunyapsizlarmi? Ma'nosi o'zgaryapti. Men misol o'tirasizda telefon o'ynab o'tiribsiz. Hech qanaqa ish ham qilmayapsiz, dars ham qilmayapsiz. Dadangiz ko'radi-yu. Sen yaxshimisan deydi. Ha, yaxshi rahmat. Yanpasdan kelib turib. Sen ana shu o'tirishingda yaxshi o'tiribsanmi? Ha, yaxshi o'tiribman. Ya, uchinchisiga kelib turib. Sen ish ham qilmayapsan, hech narsa qilmayapsan. Sen aniq yaxshisan, og'rimayapsan. Ha, yaxshiman. Ya, bu yaxshi bo'lsa ham yoqmayapti. Ayangga telefon qilib so'rasiz, bugun o'lib qolganing haqida aytib qo'ying deb. Men siz choy ichib o'tiribsiz. Dadangiz bilan ayaz keladi. Ovqat qalay chiqibdi deydi. Aya zo'r chiqibdi ovqat, zo'r siz. Dadangiz bitta nuqtaga qarab olib. Ovqatda nimadir nitoz. Nima yeysiz? 6-marta so'rayapti qalay chiqibdi deb. Mishig ham ko'rinmayapti, deyman.